Aura kompaniyasi O'zbekiston bozorida 20 yildan beri faoliyat yuritadi. Rabakling texnikasini turli modellari mavjud. Agar sizda F14 yoki S+ modellari bo'lsa, Pro modeliga almashtirish vaqti keldi. Rabakling Pro texnikasining afzalliklari gipoallergenniy texnika hisoblanadi, ya'ni astma, allergiya, bronxit kabi kasalliklarni oldini oladi. Xonadonimizda ko'zga ko'rinmas changlarni apparat o'ziga tortib olib, o'zidan sharshara bo'ylaridagi yomg'irdan keyingi vlajni toza musaffo havoni xonadonimizda hosil qiladi. Bundan tashqari, komplektida qo'shimcha nasadkalari mavjud. O'zini 3 xil parfyumlari, antibakterial shampuni, eng asosiysi S+ va F14 modelidan farqli o'laroq Rabavash nasadkasi qo'shilgan. Rabavash nasadkasi gilamni turgan joyida yuvib 80% quritib beradi. Vibrishotka nasadkasi mebellarimiz, matraslarimiz va gilamlarimiz uchun xizmat qiladi. Gilamlarimiz turgan joyda 6000 оборотda qoqib tozalab beradi. 8 oydan 24 oygacha foizsiz muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi, birgina pasport evaziga. Narx bo'yicha ma'lumotni pastda yozilgan raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin. Ha, aytgandek, Rabakling Bekzod profiliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.